Hammaga assalomu alaykum. Biz yerda keyingi navbatdagi lokatsiyamiz shaharning ichi, sirti bilan o'rtadagi chegarada bo'ladi. Sразу boshda adres tushuntiramiz, keyin ma'lumotlarni aytamiz. Adres Birnikat ko'chasi, ana to'yxonaning to'g'risidagi ko'cha bilan kirib kelasizlar. To'g'ri kirib kelganda chap tarafimiz yangi qurilgan domlar bo'ladi. Domarga aylanmay, bu yoqdagi uylarga da aylanmay, to'g'ri aylanib kelsangiz, Dambarning tiyindagi ko'cha bo'ladi. 380 trassasining tiyindagi ko'cha. Xalasangiz dambaga qaratib, xalasangiz bu yoqqa qaratib, mana uylarga qaratib, 2 etaj, 3 etaj zdaniya, bir oilaviy tadbirkorlar uchun yuqorini uy, pastini bir do'kon, shunga o'xshash bir biznes senter qilib ochib olishga o'ng'ayli lokatsiyalardan biri bo'ladi. Sotuvga qo'yilyapti. Yer maydoni 2 sotkga salgani yetib bitan yeri bor ekan. Dokumentlarni kelib, ko'rib, tekshirib olaverasizlar. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa. Bemalol pastga egasining nomerini yozib qoldiramiz. Bemalol o'zlaridan chiqib telefon etasizlar, o'zlari bilan gaplashasizlar. Bahosini ham dimon patolog qo'ygan yo'q. Osmondan aytmadi, 10 ming demadi, 15 ming demadi. 6,5 ming dollar aytilyapti. Buni ham kelib savdolashib qatib qolgan yer emas. Shu endi reklamadan kelib ko'rib so'rayapmiz. Endi qaychi, ixtiyor uchun ham bir ozroq qarash kimga shunday yerlar, zdaniyalar kerak bo'lgan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Kimda sotiladigan bo'lsa ham aloqaga chiqinglar. Shu chiqarib beramiz. Yerlarini topib, yanda ko'nglingizdagidek bahoga Xudo xolasa barakat beramiz. Sizlar bilan men Ixtiyor Michonchi.